O'sha siz bilgan Van Cleef taqinchog'ining asl kelib chiqish tarixiy haqida bilarmidingiz? Van Cleef Arpels brendi birinchi bo'lib 1906-yilda Parijda tashkil qilingan. Bu brendning yaratilishi haqiqatan ham sevgi hikoyasi bilan bog'liq. Aslida Alfred Van Cleef zargarlik bilan shug'ullanuvchi yigit bo'lgan. Kunlardan bir kun Van Cleef Estelle Arpels degan qizni sevib qoladi. Estelle esa qimmatbaho toshlar savdosi bilan shug'ullanuvchi Arpels oilasidan edi. Ular turmush qurishadi va shu tariqa Van Cleef va Arpels familiyalari birlashadi. Brendni Arpels 1906-yilda o'z qaynotasi Salomon Arpels bilan birgalikda Parijda tashkil qiladi. Ularning eng mashhur kolleksiyalaridan biri yoncha shaklidagi ramzni bildiruvchi Alhambra kolleksiyasi hisoblanadi. Brendning asosiy rangi yumshoq pastelli yashil rang hisoblanadi. Pastelli yashil va oltin kombinatsiyasi juda qimmatbaho, nozik, aristokratik ko'rinish beradi. Agar siz ham brendlarga qiziqsangiz, obuna bo'lishni unutmang.